Qiz balaning o'gay dadasi oldida kiyinishi. Savol: Assalomu alaykum. O'gay dada oldida qiz bala to'liq kiyinib yurish kerakmi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. O'gay dada qizga nisbatan mahram qatorida bo'lg'achqa, qiz bala o'gay dadasi oldida yot kishiga o'xshash to'liq yo'ginishi kerak emas. Alloh taolo sizlar bir yerda bo'lgan ayollaringlarning boshqa erdan bo'lgan quchqonlarda beqilgan o'gay qizlaringlar sizlarga harom qilindi degan. Nisa surasi 23-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'gay qizi Durra binti Abi Salama haqida navoda u mening quchqimda beqilayotgan o'gay qizim bo'lmagan taqdirdami, u menga halol bo'lmaydi. Chunki men bilan uning otasi Abu Salama ikkimizni Suvayba emitgan. Shunga menga qizlaringlarnimi, hamshirlaringlarnimi nikohlanishga ko'rsatmanglar degan. İmam Navaviy aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu so'zining ma'nosi u menga ikki sababdan harom. Biri o'gay qizim bo'lganligidan, yana biri imildosh qarindishimning qizi bo'lganligidan. Navoda ikki sababning biri yo'q bo'lgan taqdirda yana biri bilan harom bo'lib ketgan bo'ladi. Yana Alloh taolaning zinatlarni erlardan, otalaridan, ya qiyin otalaridan, ya o'g'illaridan, ya erlarning o'g'illaridan, ya o'z qarindoshlaridan, ya qarindoshlarining o'g'illaridan, ya hamshirlarining o'g'illaridan, ya dindosh ayollardan, ya qo'l ostidagi cho'rilardan, ya xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilardan, ya ayollarning uyatliq joylarini uqmaydigan kichik bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Nur surasi 31-oyat. degan so'zimi ayol kishining mahramlarga zinnatlarni ko'rsatsa bo'ldiganligini ko'rsatadi. O'gay otimi mahramlar qatorida. Yuqorqi oyat bilan hadisdan ma'lum bo'ladi-ki, qiz bola o'gay dadasiga nisbatan nikohlanish mangulik harom bo'lgan yaqinlar qatoriga kiradi. Ya'ni o'gay dadasi qiziga nisbatan mahram bo'ladi. Buningga asosan qiz bola o'gay dada oldida boshqa mahram tuqqanlarining oldida yurgandek yurisi bo'ladi. Ya'ni beshi, chechi, yuzi, bo'yin va uning atrofi, quloq, bilak va putlarni ochsa bo'ladi. Ya'ni o'gay dada oldida uy ichida dadasi, aksi va tag'asining oldida kiyib yuradigan kiyimlari bilan yurisi bo'ladi. Yuqorqilardan boshqa ko'ksi, uchisi, qo'risqi va yo'tillarni o'gay ota oldida ochsa bo'lmaydi. Etishga ruxsat qilingan yerlarni tutsa bo'ladi. Chunki mahramlardan qarashga ruxsat qilingan yerlar tutishga ruxsat qilingan deydigan fiqhiy qoida bor. Bularning hammasi fitnadan xoli bo'lgan, normal ahvoldagi sog'lom tabiatli kishilarga qaratilgan ko'rsatmalar bo'lib, o'gay dada tabiati sog'lom bo'lmagan, ansirgan ahvolda to'liq yo'ginish lozim bo'ladi. Shundaqdimi, urug' tuqqanlik munosabati bilan mahram bo'lgan o'z ota-akalari bilan qudi bachroq tarafdan mahram bo'lgan o'gay ota qatorliqlar o'rtasida farqli muomala qilish muvofiq. Ya'ni o'gay otaga nisbatan sal ehtiyot qilish, ularning oldida mumkin qadar ichilib qolmaslik, to'liqroq yo'ginish yaxshi. Yana o'gay dada qatorliq mahramlar oldida ular ko'rsib bo'lmaydigan avratlarni ko'rsatadigan nefis kiyimlar yoki badanning egizbas joylarini mujassamlashtiradigan tar kiyimlarni kiyishga ham bo'lmaydi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 196-numurliq fatvo.